Qanaqa chiroqlarimiz, yorug'lik? Yaxshi. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir 2 kishilik umra sertifikatining g'olibini aniqlaymiz. Endi bitta narsani alohida aytib o'tishimiz kerak. Bu Google'ning o'zidan onlayn. Bu hech qanaqa anov emas, bir yuklab olingan ilova emas. Va Ikrombek qaytadan kiramiz. Google'ning o'zidan mana sayt. Bunda sizlarning ma'lumotinglar saqlanib qolmaydi, hech ham xavotir olmanglar. Boshqatdan kiramiz. Ma'lumotlardan chiqib ketamiz. Saytdan chiqib ketsak, ma'lumotlardan chiqib ketamiz. Bunda hozir bizda ishtirok etayotgan, mobil ilovamizni yuklab olib ro'yxatdan o'tgan 108297 ta odam ishtirok etish huquqiga ega. Bismillahirrohmanirrohim. 2 3 ketdik. 36 455. Ahtam degan odam ekan. Mana 36 455. 93lik 22 87. Va alaykum assalom. Voy, yosh bolacha. Yoshingiz nechida, ukajon? 14 yosh. Nima qilgansiz siz? Ro'yxatdan o'tkazganmiz. Ana shu ilovani olib ichidan ochgansiz, tamom? Nima ekan u ilova? Nima haqida? Rangi qanaqa ilovani? Rangi qizil, ana bu. Qizil mumkinlik yozilgan ustiga. Ismingiz nima dedingiz? Og'abek. Og'abek, siz yo dadangizga, yo oyingizga bitta umra yo'llanmasini yutib berdingiz, uka. Eshityapsizmi? Rahmat. Voy mashalloh. Mana qaranglar. Mana shu yetamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan yana qaytadan bog'lanamiz. Siz bilan yana qaytadan bog'lanamiz. Siz mutlaqo bepulga borib kelish, gostinitsalari, ziyoratlari hammasi bilan umra yo'llanmasini, bir kishilik umra yo'llanmasini siz yutdingiz aka. Oilangizdan kimni jo'natmoqchi bo'lsangiz, hozir hamma ma'lumotlarni efirdan keyin gaplashamiz aka. Toshkentga chaqiramiz, kelsangiz biz sizga o'sha umra yo'llanmasini topshiramiz. Ketdik. 1 2 3 ketdik. 75 96. 75 96. 75 96. 96. Baxtjon degan odam 26 43. Assalomu alaykum. Aka, sizni mumkin kompaniyasidan bezovta qilyapmiz. Ismingiz nima aka? Baxtjon. Baxtjon. Aha. Raqamingizni oxirgi 4 ta raqamini ayting. Telefon qilayotganim nomerlari 2643. 2643. Aka, aniqlik kiritib olaylik. Ro'yxatdan o'tganmisiz, o'tmaganmisiz? Ha, o'tganman aka. Ilovani rangi qanaqa aka? Qizg'ashmi? Qizil. Qizil rang. Xo'p, nima harf yozilgan? Katta M yozilgan. Katta M yozilgan. Sizga bir kishilik mutlaqo bepulga umra yo'llanmasini beramiz, mumkin kompaniyasi nomidan. Rostdan. Rostdan. Aka, umraga borasizmi yo boshqasiga beraylikmi? Yo'q, xudo o'zi onam yo'llaraman aka. Aka, qachon Toshkentga kela olasiz? Qachonga borish kerak aka? Qachonga sizni yana bir kishi yutganda aka? Aha. Yana bir kishi yutgan, buxorolik bir yigitimiz yutgan. Ular bilan ham gaplashamizda, ikkalanglarni aloqada bo'lib turinglar, har doim telefoningizlar ishlab tursin. Bitta vaqtni belgilab, ikkalanglarni ham sharoitinglarga qarab chaqiramiz, uchrashamiz, ko'rishamiz va sizlarga sertifikatimizni topshiramiz. Salomat bo'ling. Sizga yana hozir qayta aloqaga chiqamiz. Biz efirimizni yakunlab olaylik. Xo'p aka, xo'p. Xo'p, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, charchamaysiz. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Ko'rdinglar, ikkinchi sertifikat g'olibini ham aniqladik. Biz xursandmiz, jamoa xursand. Shu ikkita g'olib uchun shunaqangi xursandman shaxsan o'zim. Tabriklayman sizlarni. Xudo xohlasa, endi keyingisi talaba aksiyasini o'ynaymiz. Yaqin kunlarda kuzatib boringlar. Talabalarimiz ro'yxatdan o'tinglar, yuklab olmaganlar yuklab olib ro'yxatdan o'tinglar. Yaqin kunlarda talaba aksiyasini ham o'ynaymiz. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz.